tavallud ayyomlarini nishonlayotgan ekan. Shu munosabati bilan Bahodir otamizni marhamat davramiz markaziga taklif etamiz. Qani? O'zim bilmay qolaman, kasal bo'lmang dadajon, sizsiz o'lib qolaman, qalqonimsiz borim tog'larda. Bugun ota 46 yoshlik tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin. Mana shunday qarindoshlaringiz niyat qilishgan ekan. Tashrif buyurib, chiroyli tabriklar berishimizni iltimos qilishdi. Biz ularning taklifiga labbay deb javob bergan holatda tashrif buyurdik ota. Bugun mana shu yerda yig'ilgan barcha qarindoshlaringiz siz uchun atagan sovg'alar bor ekan. Marhamat, sovg'alarini sizga taqdim etishsa. Marhamat.